Assalomu alaykum qizlar. Sizlarga YouTube kanalimizda foydali va siz uchun manfaat beradigan darsliklar bilan bo'lishib boramiz deb aytgan edik. Bugun sizlar bilan hozirgi kunda yana bitta aktual mavzularidan bo'lgan stress haqida gaplashmoqchimiz. Stress haqida gapirarkanmiz, o'zi aslida stress o'zi nima? Bu haqida bilib olishimiz kerak. Stress so'zi bizga inglizchadan kirib kelgan, ya'ni inglizcha ma'nosini o'zbekchaga tarjima qilganingizda, buni ma'nosi taranglik, zo'riqish, og'irlik degan ma'nolarni bildiradi. Xo'p, stress o'zi nima? Tasavvufiy olimlar o'zi aytishadiki, stress bu noshukrlik deyishadi. Tarjima qiladigan bo'lsangiz, ya'ni ma'noviy kodini tarjima qiladigan bo'lsangiz, bu noshukrlik deb aytishadi. Ya'ni stress qaysi inson uchun noshukrlik bo'ladi desangiz, Alloh subhanahu va taolo insonlarni yaratganidan so'ng beshikdan qabrgacha ilm izlang degan va biz beshikdan qabrgacha ilm izlaydigan inson bo'lganimizda stress biz uchun hech qachon stress degan so'z bizni lug'atimizdan o'zi aslida chiqib ketadi. Chunki insonni dunyoga kelishidan maqsadi nima edi o'zi aslida? Insonni dunyoga kelishidan maqsadi imtihondan o'tish va ana shu Alloh taoloning yaratgan ne'matlariga, jannatiga loyiq bo'lish kerakligi uchun biz imtihon uchun yaratilganmiz. Aslida biz stress deb nomlayotgan har bitta vaziyatimiz bizni yana bir pog'ona o'stirish uchun, bizni ana shu jannatiga tayyor qilib olib borish uchun beriladigan bir ne'mat hisoblanadi. Shaxsan men stresslarni hozirgi kunda qandaydir keraksiz narsa deb aytmayman. Stressga tushyapman, stressdan chiqish uchun bir nima ayting deydigan qizlarga ham hech qachon stressdan chiqing deb tavsiya bermayman. Yoyinki stressni yashab o'ting deya tavsiya beraman har doim. Ya'ni stress bu inson ongini, tanasini, ruhiyatini, qalbini o'zgartirish uchun berilgan bitta imtihon hisoblanadi. Ha, biz maktab davrlarida ham test ishlash uchun yoki insho yozish uchun hamma o'quv qurollarimiz olib qo'yib kiritiladigan bitta xonamiz ham biz uchun aslida o'qimay qolgan bo'lsak, o'sha darsga kelmay qolgan bo'lsak, darsni o'zlashtirmagan bo'lardik va tabiiyki ana shu imtihon ham biz uchun qiyin kechardi. Qachon biz stressga tushamiz? Qachonki bizni dunyoda bo'layotgan tashqi ta'sir orqali ruhiyatimiz ana shu tashqi ta'sirga berayotgan javobini biz stress deb nomlaymiz. Ya'ni misol uchun bizda kelayotgan vaziyat, kelayotgan bir jarayon haqida hech qanaqa tushuncha bo'lmaydigan bo'lsa, ha, biz buni stress deb nomlaymiz. Shaxsan men o'zim uchun oldin yashab ko'rmagan bitta vaziyatim bilan yuzlashsam, ha, demak men yana bir pog'ona o'smoqchiman. Hozir men nimani anglashim kerak deb savol beraman. Hech qachon bu stressdan tez chiqib ketishim kerak, tez o'tishim kerak degan narsani oldimga qo'ymayman. Ha, demak menga yana yangi ilm ochilmoqchi deb tushunaman. Ya'ni Alloh taolo bizga beshikdan qabrgacha ilm izlang derkan, bizni ilm istashimizni, ilm izlashimizni bizga farz darajasida qilib qo'ydi. Xabaringiz bormi, yo'qmi? Inson qiyomatda vaqtini qanday o'tkazganligi va ilm olgan va yoki olmaganligi bilan so'raladi. Ya'ni ilm oldingmi deya savol beriladi insonga. Ya'ni misol uchun bu savolning darajasi shundayki, ota-onasini rozi qilganmi, juftini rozi qilganmi degan savol bilan bir xil bo'lar ekan, bu inson ilm olganmi degan savolni, ya'ni darajasi, ya'ni muhimlik darajasi xuddi o'sha savol bilan bir xil bo'lar ekan. Shuning uchun biz stress deganda, ya'ni qo'rqinchli bir nimani tushunmasligimiz kerak. Stress bu shunchaki o'zidan bilib ilm olmagan insonga tashqaridan majburlab ilm berib, ana shu orqali insonni jannatga tayyorlash deb tushunaman. Chunki Alloh taolo hech bir bandasini qiynalib, johil bo'lib, g'aflatda qolib, to'g'ri olib borib jahannamga kiritib qo'yishni Alloh taolo xohlamaydi. Shuning uchun ham inson ana shu tashqaridan kelayotgan tashqi omil, tashqi ta'sir, tashqi qandaydir oldin his qilib ko'rilmagan jarayon yoki vaziyat orqali insonni o'stirib, ya'ni o'zidan bilib ilm olmagan insonlarni ana shu jarayon orqali majbur qoladi, ya'ni borliq deymiz. O'zi aslida Alloh taolo bizga farishtalar biriktirgan, ular majbur qoladi bizga qandaydir yo'l bilan ongimizni o'stirishga va Allohga yaqinlashishga yordam berish orqali. Shuning uchun biz birinchi navbatda stress bilan yuzlashganimizda nima qilishimiz kerak? Ya'ni hozirgi kunda ko'pchilik ayollar juftim bilan kelishmayapman, qaynonam bilan kelishmayapman, ishlarim yurishmayapti yoki unaqa bo'lmayapti yoki bunaqa bo'lmayapti kabilida qiynalishadi. Aslida bu nima? Mana shu biz qiynalayotgan, bizga yoqmayotgan vaziyat bu nima? Bilasizmi, bu aslida nafsdan keladi. Ya'ni
inson nafsini tanimas ekan, u uchun hayotda bo'layotgan har bitta voqea, hodisa stress bo'lib qolaveradi. Bilasiz, nafsni martabalari, ya'ni darajalari bor. Bu darajalarga bitta chiqqaningizdan keyin qaytib pastga tushmaysiz degan joyi ham yo'q. Tabiiyki biz nafsi ammorada bizga ozor yetkazgan insonga o'zimiz bilmagan holatda nafsi ammora bilan javob berishimiz mumkin. O'zi aslida inson nafsini tanimas ekan, u stressga tushadi. Faraz qiling, siz turmush o'rtog'ingiz bilan kelishmayapsiz. Turmush o'rtog'ingiz mana shu holatda siz bilan yaxshi gaplashmayapti yoki sizni oldingizda uxlamayapti, boshqa xonaga chiqyapti yokida qaynonangiz sizga ozor beradigan gaplar gapiryapti va sizni dilingiz bexosdan xijil bo'lyapti mana shu vaziyatdan. Nima bu? Nega bunday bo'lyapti? Sababi sizni nafsingiz ana shu holatda qiynalishni xohlamayapti. Ya'ni unga yoqmayapti tushkunlikka tushish yoki oila a'zolaridan kimdir unga qo'rs gapirishi yoki turmush o'rtog'i boshqa xonada uxlashi yoki unga yoqadigan bo'lib moslasha olmayotganligi uchun ham inson men stressga kirdim deb o'ylaydi. Aslida umuman boshqa narsa bo'layotgan bo'ladi. Ya'ni payg'ambarimiz alayhissalom ham har doim duo qilar ekanlar, Robbim menga ashyolarning ostidagi ma'nolarni bildirgin deb. Hozir men sizga mana shu stress ashyosi ostidagi ma'noni tushuntirishga zotan harakat qilyapman. Ya'ni stress bu shunchaki stress, ya'ni tushkunlikka tushdim, yig'layapman, qiynalyapman, bunaqa bo'lishi mumkin emas deb o'ylash, biz buni stress deb qabul qilamiz. Aslida siz buni ostidagi ma'nolarni anglashni boshlashingiz bilan stressni bir ne'mat deb qabul qilasiz. Menimcha eshitgan bo'lishingiz kerak, qadimda sahobalar ham agar hayotlarida hamma narsa o'z o'rnida ketayotgan bo'lsa, har doim shubhalanishgan. Alloh meni unutdimikin? Alloh meni nazardan chetda qoldirdimikin? deb nima desak bo'ladi? Qo'rqishni boshlashgan. Ya'ni Alloh meni unutib qo'ydi shekilli, chunki men kasal ham bo'lmayapman, sinov ham kelmayapti, nega bunday bo'lyapti deb qo'rqishgan. Biz esa mana shunaqa kelayotgan sinovlarni stress deb tezroq undan chiqishga, qochishga harakat qilyapmiz. Bu juda ham bir nima desak bo'ladi? Tafakkursizlik, ilmsizlikning eng pastki darajasi, quyi darajasi deb qarasak bo'ladi bu holatga. Shuning uchun biz siz tushuningki, stress bu sizga qandaydir jazo emas. Stress bu sizni qanaqadir yerga urish yoki Alloh taolo sizni yomon ko'ryapti degani emas. Yoyinki siz Abdulloh domla ma'ruzalarida ham eshitgan bo'lishingiz kerak. Ya'ni aytadi-ku, misol uchun uy egasi gilamni olib chiqib, gilamni changdan tozalash uchun uni nima qilasiz? Uni qoqasiz, urasiz ya'ni. Agar gilamning joni bo'lganida, ha, gilam yig'lab yuborgan bo'lardi. Mana bu kaltaklaringdan og'rinib ketyapman degan bo'lardi. Aslida siz gilamni uryapsiz, qoqyapsiz. Nega uryapsiz? Uni changdan, g'ubordan, hidlardan tozalash uchun uryapsiz. Alloh subhanahu va taolo ham aslida bandalarini qalblari qorayganda, qalblari qotganda, e'tiqodlari zaiflashgan paytlarda ana shu stressni yuboradiki, mana shu orqali bandasini poklash, tozalash, unga jannatda har xil martabalar, maqomlar berishga harakat qiladi Alloh taolo bu orqali. Nima uchun? Chunki biz Alloh taologa boshqa yo'l qoldirmaymiz-da. O'zimiz ham o'zimizdan bilib kitob ochmaymiz, kurslarda o'qimaymiz. Kurslar chiqsa qoralaymiz, ustozlar chiqsa o'zini bilsin, o'tmishini bilsin yoki mana buni kursi unaqa, buni kursi bunaqa. Hozir kurs degan so'zni o'zi ham ilm olish uchun, Alloh roziligiga yetish uchun ishlatilmayapti-da. Ya'ni seni ustozing unaqa, meni ustozim bunaqa kabilida insoniyatga shayton shunday hujum qilarkanki, yaxshilik bor joydan ham yomonlik izlashga harakat qilyapmiz-da. Agar o'tirib tafakkur qiladigan bo'lsangiz, holatimiz yaxshi emas. Kurslarda o'qiyapmiz, nega? Ovsinimiz o'qiyotganligi uchun. O'qiyapmiz, nega? Hamma o'qiyotganligi uchun. O'qiyapmiz, nega? O'qib ana uni hayoti o'zgarganligi uchun. O'qiyapmiz, nega? O'zimizni men ilm olyapman deb ayta olish uchun. Lekin buni o'zi yetadimi? Yo'q. Inson bitta joyda to'xtab, bu yerda men o'zimga keragini olishim kerak, shunda men foydada bo'laman. Chunki qizlar nisbiylik qonuniga ko'ra yer yuzi yaratilibdiki, yaxshilik ham yomonlik ham yonma-yon yuradi. Biz nima qilamiz? Biz dunyoni o'zgartirishga harakat qilamiz. Shaxsan o'zim ham shunday bo'lganman. Ya'ni hammani yaxshi inson bo'lishini istardim. Tabiiyki, birinchi o'zim yaxshi inson qanday bo'lishi kerak, buni mag'zini chaqib anglab yetganimdan so'ng hammani yaxshi bo'lishini istadim, lekin og'riqqa tushaverdim. Hammaga yaxshilik qilishni xohladim, lekin og'riqqa tushaverdim. Bir kunisi ustozimga yig'lab, nega insonlar bunaqa, nega ular meni yaxshiligimga yomonlik qaytarishyapti deb yig'laganimda, Niso, iltimos o'zingizni bosing va Xudo bo'lishga harakat qilishdan voz keching.
siz xudo emassiz, siz ham hamma insonlar kabi bitta insonsiz. Sizni qiladigan ishingiz bitta. Siz o'rganayotgan ilmlaringiz ichidan yaxshisini oling, o'zingizda qo'llang, boshqa narsa bilan ishingiz bo'lmasin. Chunki siz dunyoni o'zgartira olmaysiz. Agar dunyoda hamma yaxshi bo'lib qolganida, bizni bu yerga imtihon uchun kelishimizga bir mantiq qolmagan bo'lardi, ya'ni mantiqsiz bo'lardi. Yer yuzida yer yaratilibdiki, yaxshilik ham yomonlik ham yonma-yon yuradi. Insonlarning vazifasi esa ana shu yaxshilik va yomonlikni ko'rib turib, ongli ravishda men buni emas, mana buni tanlayman kabilida yaxshilikni o'zi bilan olib, yelkadosh qilib keta olishida deb tavsiya berganlaridan so'ng men rostdan ham tushunib yetganman xudolik qilayotganimni. Ya'ni qanday bu xudolik qilish? Misol uchun shogirdlarimni vazifa tayyorlashda qiynalmasliklarini xohlardim. Ular qiynalsa darsni to'xtatardim, ularga chuqur ilmlarni anglatishga harakat qilardim, lekin men bilmasdim, что birinchi sinf ongidagi bolaga roman o'qib berayotganligimni. U birinchi sinf ongidagi inson ikkinchi sinfga, ikkidan so'ng uchinchi sinfga, uchdan so'ng to'rtinchi, beshinchi sinfga qadam-ba-qadam chiqib borishi kerakligini anglamasdan men ularni A nuqtadan xuddiki alfavitning oxiridagi anu G, Sh nuqtalarga olib borib qo'yishni o'zim bilmayotgan holda xohlayotgan ekanman. Aslida inson, to'g'ri, inson A nuqtaga kelib turib birdan o'sha alfavit oxiridagi harfga o'tib qolishi mumkin, lekin bu uni bu dunyosi uchun foyda bo'lishi mumkin xolos. Inson ikki dunyosi uchun foyda bo'ladigan yo'lda yurishni istasa, tabiiyki u qadam-ba-qadam borishni har doim o'ziga eslatib turishi kerak. Imtihon bu aslida stress, bu aslida imtihon ekanligini, stress aslida unga yangi ilm ochilayotganligini belgisi ekanligini tushunib yetishi kerak. Misol uchun men qizimizga shunaqa bir vaziyat bo'ldiki, biz bitta ukolni noto'g'ri unga ketib qolganligi sababli qizimizda gemangioma paydo bo'lgan va men qaysi xatoyim uchun bunaqa bo'ldi deb o'ylashni boshlaganimda, bu aslida xatoyimiz uchun emas, bizga kamroq uxlab, ko'p energiyaga ega bo'lish mumkinligini, turmush o'rtog'im bilan bir-birimizni yanada ko'proq yaqinlashib, qo'llab-quvvatlashimiz mumkinligini bizga shu vaziyat o'rgatdi. Chunki bizga nima deyishgan, 8 soat uxlamasang, sen boshing og'rib qoladi, seni miyang yaxshi ishlamaydi, tafakkur qobiliyating ishlamaydi deb bizga singdirishgan. Vaholanki bizni 8 soat, 10 soat uxlatib qo'yib, o'zlari dunyoni o'zgartirish, kashfiyotlar qilish, nimadir sohada birinchi bo'lib chiqa olishni rejasini qilishgan. Shuning uchun men tushunib yetdimki, har bitta vaziyat bizga nimadir o'rgatish uchun, ya'ni yonimizdagi juftimiz yoyinki o'sha qiyomatlik do'stimiz yoyinki farzandlarimiz bilan munosabatlarda yangi bosqichga o'tishimiz uchun berilayotgan ne'mat ekanligini tushunib yetganimizda, biz har bitta stress kelganda, menga endi qaysi ilm ochilmoqchi yoki stress kelganida, demak menga jannatda yana bitta maqom berilmoqchi. Alloh meni jannatni birinchi qavatida emas, ma'lumotlardan bilamiz 7 qavatdan iborat deyiladi. Alloh meni ikkinchi qavatga ko'tarmoqchi. Alloh endi meni 3-qavatga ko'tarmoqchi kabilida fikrlashni boshlaganimizda, stress haqidagi sayoz tushunchalarimiz o'zini o'rnini mukammal, to'liq tushunchalarga bo'shatib berishni boshlaydi. Demak, qizlar, men sizlarga hozir to'g'risi qo'limdan kelgancha, o'zi menga 20 daqiqada ochib bering deyishganda, men qo'limdan kelgancha mana shunaqa qisqa muddatda ochib berishga harakat qildim. Chunki o'quvchilarimni kuzataman, ular soati ko'p, daqiqasi ko'p narsalarni kuzatishga o'zi toqatlari yo'q. Shuning uchun ham sizga qisqa muddatda buni yetkazib berishga harakat qildim. Va bundan buyog'iga sizga yana qaysi mavzularni qisqa muddatda mag'zini, ma'nosini ochib yetkazib berishimni xohlasangiz, kommentariyada albatta o'z fikringizni va so'rovnomangizni yozib qoldiring. Va ana shunaqa foydali va qisqa lo'nda muddat ichida bitta narsani ma'nosini tushuntirib beradigan ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun YouTube kanalimizga albatta obuna bo'lishni unutmang. Bizni kuzatishda davom eting. Yana xayrli ilm ustida ko'rishguncha xayr.